O'ylaymanki, bu sizga qanaqa qilib savdo jarayoningizni yana ham yaxshilashga, savdo ko'rsatkichlaringizni oshirishga yordam beradigan instrumentlardan biri bo'ladi. Ansoff matritsasi qayerga o'samiz, savdoni qanday qilib oshiramiz deydigan savolga javob beradi. Mana shu 4 ta yo'ldan bittasi orqali siz savdoingizni karra-karra oshirishingiz mumkin. Yoki siz bitta segmentga sotib turibsizmi, u joyda qanaqadir nuqtaga yetib keldingizmi, lekin savdoni oshirish kerak. Mahsulotni yaxshi bilasiz, lekin bozorni hali yaxshi bilmaysiz, bu yurib ketadimi yo'qmi? Yuqorida aytib o'tgandek, savdo har doim ham shunchaki motivatsiya bilan emas, balki aniq ratsional hisob-kitob, aniq ketma-ketliklar, aniq harakatlar algoritmi asosida boshqarilishi kerak va shundagina natija bo'ladi. Qadrli do'stlar, bugungi mavzumiz, ya'ni savdo strategiyasini ishlab chiqish mavzusini davom ettiramiz. Bugun Ansoff matritsasi, ya'ni savdoni oshirishdagi muhim instrumentlardan biri bo'lgan, juda ko'plab katta korxonalar buni o'z faoliyatlariga tatbiq qilib, o'z faoliyatlarida foydalanib, yuqori darajaga chiqqan, yuqori natijaga erishgan instrumentlardan biri bo'lgan mana shu Ansoff matritsasi haqida qisqacha gaplashgan bo'lamiz. Buni endi juda murakkablashtirib olmoqchi emasman, harakat qilamiz shuni imkon qadar o'zimizni bizneslarga, o'zimizni shu bozor sharoitiga qarab tushuntirishga. O'ylaymanki, bu sizga qanaqa qilib savdo jarayoningizni yana ham yaxshilashga, savdo ko'rsatkichlaringizni oshirishga yordam beradigan instrumentlardan biri bo'ladi. Ansoff matritsasi o'zi nima degan? Ansoff matritsasi mana qisqacha ta'rifi, bu kompaniya qayerga o'sishini va qanday strategiyani tanlashini aniqlashda yordam beradigan eng sodda ammo eng kuchli vositalardan biri. Ya'ni bitta so'z bilan aytadigan bo'lsak, Ansoff matritsasi qayerga o'samiz, savdoni qanday qilib oshiramiz deydigan savolga javob beradi. Juda ko'pchilik mana bizni kuzatib turganlar ham xohlaydi-ku, to'g'rimi? Savdoni oshirmoqchiman. Hamma bizga keladi, nima maqsad? Savdoni oshirmoqchiman. Xo'p, savdoni qanaqa qilib oshiramiz? Shunchaki niyatni o'zi yetadimi? Yo'q. Bunga yarasha aniq sababiyat qonuni nuqtai nazaridan sabablarni qilishimiz kerak. Mana shu sabablar nazariyasi, doim nazariya va amaliyot bir joyda yuradi. Amaliyotni o'zi bilan ham bo'lmaydi, chunki nazariyasi muhim. Nazariyani o'zi bilan ham bo'lmaydi, amaliyot muhim. O'shaning uchun bugun harakat qilamiz mana shu nazariya ham amaliyotda qanaqa bo'lishini ko'rsatishga harakat qilishga. Demak, Ansoff matritsasi, diqqat bilan tinglashingizni so'rayman, savdoni qanday qilib o'stiramiz deydigan savolga javob bo'ladi va bizni hozirgi resursimizdan, hozirgi holatimizdan kelib chiqib, qaysi usulda savdoni oshirganimiz biz uchun foydaliroq bo'ladi, har tomonlama manfaatliroq bo'ladi deydigan savolga javob beramiz. Qadrli do'stlar, qaranglar, buni nimaga Ansoff matritsasi deydi? Buni ishlab chiqqan inson, olim, mana Igor Ansoff 1918-yil tug'ilib, 2002-yilda vafot etgan. Mana shu inson bu nazariyaga asos solgan. Adashmasam 1959-yillarmi deb bunisi muhim emas, qisqasi mana shu joyda bu inson tadqiqot o'tkazadi va savdoni oshirishni, qaranglar, diqqat, savdoni o'stirishni 4 ta usuli bor. 4 ta strategiyasi bor degan ma'noda mana shu matritsani ishlab chiqadi. Bu qanday matritsa? Mana shu 4 ta usuldan qaysi biri bizni biznesga to'g'ri keladi? Qaysi birini hozirgi holatimizdan kelib chiqib foydalanishimiz mumkin? Qaysi biriga hozir kirmaganimiz ma'qulroq deydigan savollarga hozir birgalikda javob topamiz. Demak, savdoni o'stirishni 4 ta strategiyasi mavjud. Hamma hozir savdoni oshirishni xohlaydi. Diqqat bilan eshitishingizni xohlayman. Mana shu 4 ta yo'ldan bittasi orqali siz savdoingizni karra-karra oshirishingiz mumkin. Bu nima degani? Qaranglar. Ansoff matritsasi aytadiki, savdoni yuqorida aytganimizdek 4 ta usul bilan oshirish mumkin. Birinchi usuli hozirgi bozorda ulushni oshirish orqali. Qaytaraman, birinchi usuli hozirgi ishlab turgan bozoringizda hech qanday o'zgarish qilmasdan shunchaki ko'proq odamga sotish orqali savdoni oshirishingiz mumkin. Bu joyda siz yangi mijozlar segmentiga kirmaysiz, yangi bozorga kirmaysiz yoki yangi mahsulot nimadir qo'shmaysiz, shunchaki sotib turgan bozoringizda ulushingizni nima qilasiz? Oshirasiz. Ya'ni mana bozor ulushini oshirish strategiyasi. Bu birinchi ulush. Yana diqqat bilan tinglashingizni so'rayman. Misol uchun bitta mana shu tovarni sotib turibmiz. Buni savdosini oshirish uchun bozorda yetarlicha potensial bor. Aytaylik, buni oladigan 1000 ta klient bo'ladigan bo'lsa, biz atiga 10 tasi bilan ishlab turibmiz. Bu yerda mantiq yo'qki, yana bunga o'xshagan nimadir mahsulot sotishni, savdoni oshirmoqchi bo'lib. Shunchaki shuni o'zini nima qilib 10 ta emas, 20 ta, 30 ta odamga sotaman deydigan savolga javob topishimiz bu birinchi strategiya, ya'ni bozordagi ulushni oshirish strategiyasi. Ansoff matritsasi bo'yicha yuqorida aytdik, 4 xil yo'li bor savdoni o'stirishni. Undan birinchisi bor bozorda, bor mahsulot bilan shunchaki savdo ulushini oshirish orqali.
Ikkinchi usuli shuki, siz bozorni o'zgartirmaysiz. Xuddi shu ishlab turgan bozoringizda bitta tovarni olib turgan mijozingizga yana boshqa assortimentni taklif qilish orqali savdoni oshirsangiz bo'ladi. Yana shu misolga qaytamiz. Endi siz bildingizki, mana shuni, ya'ni kliker sotadigan bozorda yetarlicha ulushga ega bo'ldingiz. Bu yog'iga o'sish imkoni yo'q. Bu yog'iga siz o'sishni, ya'ni steklanniy patolog deydi, mana shu joyga kelib qoldingiz, lekin savdoni nima qilish kerak? Oshirish kerak. Nima qilaman? Demak, ana endi ikkinchi strategiyaga o'tamiz. Kliker olib turgan mijozlarga yana boshqa tovar, shunga o'xshash nimadir mahsulot taklif qilish. Bu bor bozorga yangi mahsulot taklif qilish. Birinchisi, bor bozorda bor mahsulot bilan savdoni oshirish, ikkinchisi, bor ishlab turgan bozorimizda shunchaki boshqa mahsulotni qo'shish orqali savdoni oshirish strategiyasi. Uchinchisi, hozirgi mahsulotimizni yana kimga sota olamiz? Bu uchinchi strategiya nima degani? Bozorni kengaytirish strategiyasi. Endi siz klikerni sotyapsiz, klikerga qo'shib yana nimadir tovar ham qo'shib savdoni oshirishni boshladingiz. Endi buni ham qanaqa qilib oshirsa bo'ladi desa, endi uchinchi yo'l. Xuddi shuni agar siz hozir Toshkentda sotib turgan bo'lsangiz, xuddi shu mana shu ikkita tovarni boshqa viloyatga ham olib chiqib sotish bu uchinchi strategiya, ya'ni bozorni kengaytirish strategiyasi. Yoki siz bitta segmentga sotib turibsizmi, u joyda qanaqadir nuqtaga yetib keldingizmi, lekin savdoni oshirish kerak. Nima qilamiz? Boshqa bitta segmentga kirish orqali, ya'ni bozorni kengaytirish orqali nima qilamiz? Savdoni oshirishimiz mumkin. To'rtinchisi, butunlay boshqa sohaga kiramiz, ya'ni buni diversifikatsiya deyiladi. Ya'ni boshqa sohaga o'tish orqali, boshqa sohani qo'shish orqali savdoni oshirish usullaridan biri. Qadrli do'stlar, Ansoff matritsasi aytadiki, savdoni oshirmoqchi bo'lgan har bitta savdo bo'limi rahbari, har bitta rahbar mana shu 4 ta usuldan bittasini tanlash kerak. Birinchisi, bozorda ulushini oshirish orqali. Bu nima degani? Bor mahsulotni bor odamlarga, ya'ni bor mijozlarga ko'proq sotish orqali. Ikkinchi yo'li, ishlab turgan bozorimizda bizdagi bor mijozlarga boshqa mahsulotni qo'shimcha taklif qilish orqali. Uchinchi yo'li, bozorni shunchaki lokatsiya yoki segment nuqtai nazaridan shunchaki kengaytirish strategiyasi, ya'ni boshqa bozorlarga ham chiqish strategiyasi. To'rtinchisi, umuman sohani o'zgartirish, ya'ni qo'shimcha nimadir boshqa sohani qo'shish orqali. Endi bu ham o'zi ikkiga bo'linadi. Bu haqida ham keyinchalik quyida gaplashib o'tamiz, xudo xolasa. Va mana shu 4 ta strategiyadan kelib chiqib, qadrli do'stlar, Ansoff mana shu kvadratni, ya'ni Ansoff mana shu matritsani yaratadi. Mana ko'rib turganingizdek, bozor va mahsulot bo'yicha mahsulotlarni, ya'ni biznesni strategiyasini ishlab chiqishga da'vat qiladi. Misol uchun mana ko'rib turganinglar, birinchi strategiya bozorda ulushini oshirish strategiyasi. Bu nima degani? Siz ishlab turgan bozorga siz sotib turgan mahsulotni taklif qilasiz. Hech qanaqa qo'shimcha mahsulot qo'shmaysiz, qo'shimcha boshqa segmentga kirmaysiz. Shunchaki siz ishlab turgan bozorda potensial bormi, hali o'sishga imkon bormi? Mana shu bozorni o'zida nima qilsam ko'proq odamga sotaman deydigan savolga javob topishingiz bu birinchi strategiya hisoblanadi. Agar siz chinni buyumlar sotadigan bo'lsangiz yoki biror bir texnika sotadigan bo'lsangiz, o'zingizga savol bering, hali bu bozorda yetarlicha ulushga ega bo'ldimmi? Yetarlicha sondagi mijozlarni jalb qila oldimmi? Yo'q, hali ancha potensial bo'ladigan bo'lsa, boshqa sohaga o'tishni, boshqa joyga kengayishni yoki boshqa mahsulot olib kirishni mantig'i yo'q. Shunchaki fokusingiz bo'lingani qoladi. Yo uni, yo buni tanlashingiz kerak. Hammasini tanlayman deydigan bo'lsangiz, shunchaki nima bo'lasiz? Hech qaysi birida zo'r bo'lib keta olmaysiz. Shu sababdan Ansoff matritsasi bo'yicha mana shu 4 ta yo'ldan bittasini tanlab savdoni oshirishimiz kerak. Birinchisi, o'sha aytganimdek, bor bozorga, ya'ni mavjud bozorga mavjud mahsulotni ko'proq sotish orqali bozordagi ulushimizni oshiramiz. Ikkinchi usuli, bor bozorga yangi mahsulotni olib kirish orqali savdoni oshiramiz. Ya'ni birinchi savdoni oshirish usuli, sotib turgan mahsulotimizni sotib turgan mijozlarga ko'proq sotishimiz mumkin. Ikkinchisi, yo'q, buni iloji yo'q ekan deydigan bo'lsanglar, demak, mana shu sotib turgan mijozlarimizga boshqa mahsulot assortimentni taklif qilib, ya'ni SKUlar sonini, assortimentlar sonini oshirish orqali savdoni oshirishimiz mumkin ekan. Bu ikkinchi strategiya, ya'ni mahsulotni rivojlantirish strategiyasi ekan. Bunda bozor o'zgarmaydi, shunchaki bor bozorga yangi assortiment taklif qilasiz. Agarda birinchisida imkoniyat yo'q bo'lsa. Endi ba'zida shunaqa bozorlar bo'ladi, aytadiki, yo'q deydi, biza hozirgi ishlab turgan bozorda yana boshqa mijozga chiqa olmaymiz, chunki o'sha yetib keldi bozorning soni desa zo'r. Unaqada qanaqa qilib savdoni oshiramiz? Demak, ikkinchi strategiya. Xuddi shu mijozlarga boshqa turdagi mahsulotni taklif qilish orqali savdoni oshirishimiz mumkin. Uchinchi strategiyamiz, endi qaranglar, bu yerda o'zgaradigan narsa, bozor o'zgaradi. Bozor nimaga o'zgaradi? Yangi bozor.
Tushuntira oldimmi? Yangi bozorga mahsulot o'zgarmaydi, faqatgina 3-strategiyada bozor o'zgaradi. Birinchi strategiyada bor bozorga bor tovarni taklif qilayotgandik. Ikkinchisida ishlab turgan bozorimizga shunchaki yangi mahsulot qo'shayotgandik. Uchinchi strategiyada o'zimiz sotib turgan mahsulotni boshqa lokatsiyada, boshqa mijozlar segmentiga, ya'ni yangi bozorga chiqish orqali savdoni nima qilishimiz mumkin? Oshirishimiz mumkin. Misol uchun yana qaytaraman. Mana shu klikerni faqatgina hozir men Toshkent bozoridagi mijozlarga sotayotgan bo'lsam, endi buni savdoni oshirishning 3-yo'li men aytaylik Andijonda sotishim mumkin, Samarqandda sotishim mumkin yoki buni faqat o'qituvchilarga sotayotgan bo'lsam, endi o'zini kursini yozadigan oddiy tadbirkorlarga sotishim mumkin. Mana bu 3-strategiyaga to'g'ri keladi. Ya'ni bor tovar bilan hech qanaqa tovarni o'zgartirganim yo'q, shunchaki bozorni o'zgartirdim. Tushuntira oldimmi? Bozorni o'zgartirish orqali savdoni oshirdim. Birinchisini ham, ikkinchisini ham, uchinchisini ham bajara olmayman deydiganlar uchun 4-yo'l nima ekan? Butunlay boshqa sohaga o'tish. Ana endi boshqa sohani qo'shish. Lekin bizda nima bo'ladi? Birinchisini hali oxiriga yetkazmasdan 4-chisini ham qo'shishga harakat qilamiz. Hali ikkinchisini oxiriga yetkazmasdan 3-chisiga o'tib ketamiz. Arosat. Natijada hech qaysi birida zo'r bo'lib keta olmaymiz. Shu sababdan bugungi kunda tadbirkor uchun eng muhim valyutalardan biri bu fokus. Agar qayerga fokus qaratsangiz, agar qayerga diqqatingizni qaratadigan bo'lsangiz, ana shu joyda o'sish bo'ladi. Chunki mana informatsion potok juda katta bo'lgan davrda har narsaga chalg'ib ketish ehtimoli juda ham baland. Qaytaraman qadrli do'stlar, agar tushunmagan joylar bo'lsa, yana shu joyni qayta ko'ringlar. Savdoni oshirishning 4 ta usuli bor. Birinchisi, o'zimiz hozir sotib turgan mahsulotimizni shunchaki ishlab turgan bozorimizda sonini ko'proq sotish orqali savdoni oshirsak bo'ladi. Ikkinchi usuli, biz endi bu joyda, ya'ni birinchi strategiyada oxirgi nuqtaga yetib kelgan bo'lsak, bizda ko'proq mijozga sotishimiz imkoniyati bo'lmasa, shunchaki boshqacharoq mahsulot, ya'ni qo'shimcha mahsulot taklif qilish orqali bor bozorda savdoni oshirishimiz mumkin. Uchinchisi, bitta lokatsiyada, ya'ni bitta geografik hududda savdoni oshirib bo'ldikmi, 3-yo'li yangi bozorga chiqish orqali, ya'ni bor mahsulot bilan yangi bozorga chiqish orqali savdoni oshirish mumkin. Nafaqat bozor, balki mijoz segmenti ham kiradi. Misol uchun siz tasavvur qiling, siz bolalar kiyim-kechagini sotasiz. Birinchi strategiyadan ham o'tib bo'ldingiz. Bozorda yetarlicha ulushingiz bor. Assortimentingizni ham ko'paytirib bo'ldingiz. Ya'ni assortimentingiz ham yetarli darajada. Lekin savdoni oshirish kerak. Nima qilamiz? Ana endi 3-strategiyaga kelamizki, xo'p, men hozir mana Toshkentda sotib turibman, yetarlicha mijozlarim ham bor, assortimentlarim ham joyida. Qanaqa qilib savdoni oshirsam bo'ladi? Demak, yo filialni ko'paytiramiz, tushuntira oldimmi? Yoki filialni ko'paytiramiz yoki bo'lishi mumkin, endi men faqat bolalar emas, ayollar kiyimini ham qo'shaman. Yoki mana bozor o'zgaryapti. Mahsulot kiyim-kechak, lekin bozor o'zgaradi. Birinchisida faqat yoshlar kichkina bolalar edi. Endi siz ayollarning ham kiyimini qo'shyapsiz, ya'ni bozor o'sha kengayishni boshladi. Yoki ikkinchi yo'li, siz nafaqat Toshkentda, balki Samarqandda ham bitta filial ochishni boshladingiz. Bu ham mana 3-strategiyaga to'g'ri keladi. Birinchisini ham qilib bo'ldim, ikkinchisini ham qilib bo'ldim, uchinchisini ham qilib bo'lganman. Savdoni oshirishim kerak. Nima qilaman? Ana endi boshqa sohani qo'shamiz. Ana endi umuman boshqa yo'nalishga o'tsa bo'ladi. Nima yo'nalish? Bu diversifikatsiya ham o'zini ichida ikkiga bo'linadi. Sizni sohangizga oid bo'lgan diversifikatsiya, sizni sohangizga butunlay teskari bo'lgan diversifikatsiya. Bu nima degani? Siz kiyim-kechak biznesidamisiz? Sohangizga aloqador bo'lmagan diversifikatsiya bu aytaylik restoran biznesiga o'tishingiz. Tushuntira oldimmi? Sizni restoran sohasida hech qanaqa tajribangiz bo'lmagan, lekin tushunma, daromadingizni oshirishingiz kerak, savdoni oshirish kerak. Nima qilmoqchisiz? Endi mana bilmayman, mehmonxona yo'nalishiga kirdingiz. Bu sohangizga aloqador bo'lmagan diversifikatsiya. Yoki sohangizga oid bo'lgan diversifikatsiya qanaqa desanglar, aytaylik siz faqat kiyim-kechak sotardingiz, endi siz sohangizni o'zgartirdingiz, oyoq kiyim ham olib kirishni boshladingiz. Chunki bu bozorlarda ulushga ega bo'ldingiz. Bu 3 strategiya orqali o'stirishda imkon yo'q. Demak, endi diversifikatsiya qilmoqchimisiz? Buni ham ikkita yo'nalishi bor. Birinchisi sohangizga aloqador, ikkinchisi sohangizga aloqasi bo'lmagan. Mana shu ikkala yo'ldan bittasini tanlashingiz kerak bo'ladi. Tushuntira oldimmi? Mana bu Ansoff matritsasi. Ansoff matritsasi mahsulot va bozor bo'yicha kvadrant yaratadi, ya'ni matritsa yaratadi. Mana shu strategiyalardan, ya'ni savdoni oshirishda mana shu 4 ta strategiyadan birini tanlab, savdoni oshirish imkoniyatini o'z uchun yaratishingiz kerak bo'ladi. Endi qaranglar. Mana bu ruscha varianti, bu yerda ham bemalol ko'rib tushunib olsanglar bo'ladi. Qaranglar. Har bitta strategiyani, har bitta birinchimi, ikkinchimi, uchinchi strategiyada risk bor, ya'ni xavflar bor. Birinchisini tanlashingizda ham xavf bor, ikkinchisini tanlashingizda ham xavf bor,
va bunga hozir izoh berib o'tamiz. Qanaqa xavflar bor va xavfni darajasi bo'yicha risk qaysi birida ko'proq, qaysi bir sohaga sirazi kirib ketadigan bo'lsangiz, bo'lmaslik, ya'ni muvaffaqiyatsiz tugash ehtimoli qaysi strategiyada balandroq deydigan savolga hozir javob topamiz. Demak, birinchi strategiya bo'yicha, ya'ni bozor ulushini oshirish strategiyasi, ya'ni birinchi bor mahsulot bilan bor bozorga kirish strategiyasida risk darajasi eng past ekan. Chunki siz mahsulotni, bozorni hammasini siz yaxshi bilasiz. U joyda muvaffaqiyatsiz tugash ehtimoli ancha past, chunki siz bozorni zo'r tushunib olgansiz. Mijoz xohishlarini, qaysi tovar ketishi, qaysi tovar ketmasligi, mijozni qayerdan topishingiz, qanaqa aksiyalar yaxshi ish berishini siz nima qilasiz? Juda ham yaxshi bilasiz. Shu sababdan birinchi strategiyada risk darajasi siz uchun ancha past bo'ladi. Ikkinchisi, mahsulotni rivojlantirish strategiyasida risk darajasi o'rta. Ya'ni siz endi bozorni o'zgartirmaysiz, shunchaki yangi mahsulot qo'shadigan strategiyani tanlasangiz, endi bu yerda risk darajasi o'rtacha bo'ladi. Nimaga? Siz bozorni yaxshi bilganingiz bilan mahsulot hali noaniq yaxshi ketadimi yo'qmi? Shu sababdan riskni o'rtacha deb baholanadi. Ya'ni siz ishlab turgan bozor, aytaylik, kliker sotib turibsiz. Men qo'shimcha endi bunga qalam ham olib kelib sotadigan bo'lsam, men klikerni yaxshi bilardim, lekin qalamga hali ishonch yo'q. Bu yaxshi ketadimi, klikerdaqa yoki yo'qmi? Shu sababdan ikkinchi strategiyada risk darajasi o'rta. Siz bozorni yaxshi bilganingiz bilan nima qilmaysiz? Mahsulot hali yaxshi ketadimi yo'qmi, hali noaniq. Shu sababdan risk darajasi o'rta. Uchinchi strategiya bozorni kengaytirish strategiyasi, ya'ni birinchi lokatsiyadan ikkinchi lokatsiyaga yoki geografik hududga o'tish, kengayish orqali yoki bitta segmentdan ikkinchi segmentga o'tish, ya'ni bu ham bozorni kengaytirish strategiyasida risk darajasi ham o'rta ekan. Nimaga? Chunki siz endi bu yerda mahsulotni yaxshi bilasiz. Chunki bu qanaqa edi? Bor mahsulot bilan yangi bozorga kirish strategiyasi edi. Siz bu yerda narigi ikkinchi strategiyani sal teskarisi. Ya'ni siz bu yerda mahsulotni yaxshi bilasiz, lekin bozorni hali yaxshi bilmaysiz, bu yurib ketadimi yo'qmi? Shu sababdan risk darajasi o'rta. Endi eng risk yuqori strategiya qaysi? Bu albatta diversifikatsiya strategiyasi. Chunki sizga mahsulot ham yangi, bozor ham yangi. Siz umuman noaniqlik ichidasiz, chunki bu biznes umuman yuradimi yo'qmi, riski juda baland. Shu sababdan sirazi 4-darajaga tushib ketish yoki sirazi 3ga tushib olish ko'pchilik tadbirkorlarni qiynab qo'yishligi mumkin. Shuning uchun imkoniyatingizga qarab, biznes jarayonlaringiz rivojlanishi, biznesni bosqichlari bor, rivojlanish bosqichlari. Hozir uni ham gaplashamiz. Mana shunga qarab, qaysi strategiya, mana shu 4tadan qaysi biri hozir aynan sizning sohangizga to'g'ri kelishligini bundan keyingi slaydda xudo xolasa ko'rib chiqamiz. Ya'ni qaranglar. Biznesning bosqichlari bor. Ya'ni birinchi mana startap bosqichi, o'rtacha endi bu yerda standartni aytgan, hammaga to'g'ri kelmasligi mumkin. Tushunishinglar oson bo'lishi uchun bitta biznes boshlanishidan bir 3 yil ichi faqat qanaqa bosqichda bo'ladi? Startap bosqichida bo'ladi. Ikkinchisi 3 yildan 7 yilgacha o'sish bosqichi. Endi biznes nima qilishni boshlaydi? O'sishni boshlaydi. Demak, 3 yil boshlanishidan 3 yilgacha bu startap bosqichi, hali noaniq bo'lib ketadimi yo'qmi? 3 yildan oshdimi, 3 yildan 7 yilgacha o'sish bosqichida, yana aytaman, bu raqamlar shartli ravishda, boshqacha bo'lishi mumkin, tushunishga oson bo'lishiga aytyapman. 7 yildan 15 yilgacha o'sha biznes nima darajada yetuklik, eng pikka chiqqan davr, eng zo'r daromad topadigan payti va oxirgi 4-stadiya bu pasayish stadiyasi yoki qayta tug'ilish stadiyasi. Endi bizni tomosha qilib turgan kuzatuvchilarimizni biznesi mana shu bosqichlardan har xil bo'lishi mumkin. Kimdir startap bosqichida hozir, kimdir o'sish bosqichida, kimdir yetuklik bosqichida yoki kimdir sohasi o'sha sekin nima qiladi, pastga qarab ketayotgan bo'lishi mumkin. Va bular tabiiy ravishda bizga savol beradi. Javohir aka, yuqorida aytgan mana bu 4ta strategiyadan qaysi biri meni hozirgi bosqichim, biznesimni hozirgi darajasidan kelib chiqib, qaysi biri menga tushadi? Juda ham to'g'ri savol. Hozir shunga javob berishga harakat qilamiz. Agar, qadrli do'stlar, siz startap bosqichida bo'lsangiz, tasavvur qiling, sizning biznesingiz endi boshlandi. Hali 3 yil ham bo'lmadi. Siz qaysi bosqichdasiz? Birinchi startap bosqichida. Bu bosqichning xususiyatlari bor. Ya'ni nimalardan kelib chiqib, qanaqa xususiyatlardan kelib chiqib siz o'zingizni startap bosqichidaman deyishingiz mumkin. Birinchisi, resurslaringiz cheklangan, ya'ni bemalol reklamaga pul ajrata olmaysiz. Xodimlaringiz ham yetarli darajada emas, qanaqadir resurslaringiz cheklangan baribir. Bilimingiz bo'lishi mumkin. Ikkinchisi, brendingizni hali ko'pchilik tanimaydi. Mana shu startap bosqichining xususiyatlaridan biri. Uchinchisi, mijozlar soni kam, hali yetarlicha mijozlarga ega bo'lmadingiz. Keyingisi, asosiy maqsad bu yerda, bu bosqichdagi asosiy maqsad shunchaki omon qolish. Shunchaki bozorda tirik qolish desak ham bo'ladi. Bu mana startap bosqichining xususiyatlari. Agarda sizda mana shu xususiyatlar bo'ladigan bo'lsa, bilavering-ki siz qaysi bosqichdasiz? Startap bosqichidasiz. Endi mana shu bosqichdagi
korxonalar uchun Ansoff matritsasi bo'yicha qaysi strategiya to'g'ri keladi? Agar siz mana hozir mana shu startap bosqichida bo'lsangiz, mana bu 4 ta strategiyadan qaysi biri sizga to'g'ri keladi? Mana bu yerda aytilyaptiki, sizga mos keladigan strategiya bu bozor ulushini oshirish strategiyasi. Diqqat, agar siz startap bosqichida bo'ladigan bo'lsangiz, sizga eng mos keladigan strategiya bu bozor ulushini oshirish strategiyasi. Ya'ni bor bozorga bor mahsulotingizni shunchaki ko'proq sotish orqali savdoni oshirish strategiyasi bu siz uchun eng optimal variant. Nimaga deydigan bo'lsangiz, eng kam riskli strategiya, ya'ni riski juda ham kam, muvaffaqiyatsiz tugash ehtimoli kam. Mavjud bozorda o'z o'rnini topish, ya'ni bozorda o'zingizni o'rningizni topib olishingiz kerak qanaqadir usul bilan va resurslarni bir joyga qaratish imkoniyatini beradi. Chunki yuqorida aytdik, startap bosqichidagi asosiy xususiyatlardan biri bu resurslar cheklangan. Ikkinchisi o'sish bosqichidagi bizneslar. Bularning xususiyatlari qanaqa? O'zi brendingizni tanishni boshlagan odamlar, mijozlar soningiz ham ortgan, biznes daromad qilishni boshladi, lekin raqobatchilar ham ko'payishni boshlagan. Agarda kimdadir mana shu xususiyatlar bo'lsa, demak siz biznesingiz qaysi bosqichda? O'sish bosqichida. Bu joyda qaysi strategiya to'g'ri keladi? Mana bu yerda aytyaptiki, bu joyda sizga bozor ulushini oshirish bilan birgalikda mahsulot, assortiment sonini ko'paytirish, ya'ni ikkinchi strategiya. Bor bozorga qo'shimcha mahsulotni qo'shish, ya'ni qo'shimcha takliflar qo'shish strategiyasi sizga ancha yaxshi qo'l kelishi mumkin. Chunki mavjud bozorda ham ulushingizni ham oshirasiz. Ikkinchisi, mahsulotni, assortimentlarni ham, ya'ni bor mijozlaringizni ham yangi mahsulotlarga o'rgatib savdo hajmingizni oshirishingiz mumkin. Uchinchisi, yetuklik davri. Qanaqa xususiyatlari bor deydigan bo'lsanglar, bozor уже to'yingan, raqobatchilar kuchli, ya'ni raqobat darajasi kuchli, o'sish sur'ati oldingichalik emas, bundan oldingi o'sish davrichalik biznes endi o'smayapti, qanaqadir stagnatsiyaga kelib qolgan va mijozlar ham ancha tajribali, bemalol sizni ajratib ola oladi, bemalol tanlash imkoniyati bor. Bu joyda qaysi strategiya to'g'ri keladi? Ya'ni to'g'ri keladigan strategiya, agar bizni kuzatuvchilar ichida yetuklik davri dagi biznes egalari bo'ladigan bo'lsa, demak, Ansoff matritsasi bo'yicha sizga mos keladigan strategiya bozorni kengaytirish. Ya'ni uje siz yo boshqa segmentga o'tasiz yoki boshqa geografik hududlarga nima qilishingiz kerak? Kengayishingiz kerak. Qachonki siz yetuklik davrida bo'ladigan bo'lsangiz. Chunki kengaytirish, yangi bozorlarda o'sish imkoniyati bor, mahsulotlar rivojlanadi, ya'ni bor mijozlarni ham ushlab qolish imkoniyatingiz paydo bo'ladi. To'rtinchisi kim uchun? Ya'ni diversifikatsiya strategiyasi kimlarga to'g'ri keladi? Bu agarda kimdir biznesi pasayish bosqichida bo'lsa, ya'ni o'sha biznesingiz o'smayapti, nabarot, ya'ni aksincha orqaga qarab ketayotgan biznes bo'ladigan bo'lsa, demak endi siz diversifikatsiya qilishingiz kerak. Diversifikatsiya degani o'sha boshqa sohani yo olasiz, ya'ni soha deganda ham yo o'zingizni sohangizga aloqador yoki siz sohangizga umuman aloqasi bo'lmagan sohaga kirishingizga to'g'ri keladi. Lekin bu joyda ehtiyot bo'lish kerak, risk darajasi yuqori. Chunki siz bozorni ham yaxshi bilmaysiz, berayotgan mahsulotingiz yurib ketadimi yo'qmi, bu ham noaniq. O'shaning uchun agarda kim mana shu Ansoff matritsasi bo'yicha, men matritsani tushundim, men matritsa bo'yicha fikrga, bilimga ega bo'ldim, lekin meni biznesimga qaysi biri tushadi deydiganlar uchun mana shu joydan qarab bemalol o'zingizni biznesingiz bosqichiga qarab strategiyani tanlab olishingiz mumkin bo'ladi. Mana ko'rganingizdek, bu yerda endi buning uchun nimalar qilishimiz kerak? Har bitta bosqichni strategiyani tanlaganda nimalar bajarilishi kerak deydigan savolga javob ham bor. Qanday qilamiz deydigan savolga javob ham bor. Buni ham bemalol o'z o'qib tushunib olsanglar bo'ladi. Demak, Ansoff matritsasining, ya'ni Ansoff matritsasi bo'yicha savdoni oshirishning 4 ta strategiyasi bor dedik. Birinchisi bozor ulushini oshirish strategiyasi, ikkinchisi mahsulotni rivojlantirish strategiyasi, uchinchisi bozorni kengaytirish strategiyasi, to'rtinchisi umuman boshqa sohaga o'tish strategiyasi. Va bu strategiyalarni qaysi biznes bosqichidagi bizneslar buni tanlash kerakligini ham yuqorida aytib o'tdik. Agar siz startap bosqichida bo'ladigan bo'lsangiz, bitta strategiya, agar siz o'sish bosqichida bo'ladigan bo'lsangiz, ikkinchi strategiya, uje siz yetuklik bosqichida bo'ladigan bo'lsangiz, uchinchi strategiya, uje siz pasayish bosqichida bo'ladigan bo'lsangiz, umuman 4-chi strategiyani tanlaganingiz ancha yaxshi, chunki sizga kriteriyalar bilan yuqorida tushuntirib o'tdik. Ketma-ketligi xuddi shunaqa. Birinchi bozorda ulushni oshirishdan boshlaymiz, keyin mahsulotni rivojlantirish, ya'ni bor bozorga boshqa mahsulotni qo'shish bilan davom ettiramiz. Ya'ni birinchisi bor bozorda ulushimizni oshiramiz, ya'ni nima qilib ko'proq yana shunaqa klientga sotishni nima qilib yana ko'proq klientga sotishimiz mumkin deydigan savolga javob birinchi strategiya. Endi yana bu mijozlarga nima sotishimiz mumkin deydigan strategiya bu ikkinchi strategiya. Yana buni qayerda sotishimiz mumkin yoki yana kimga sotishimiz mumkin deydigan savolga javob uchinchi strategiya. Qaysi sohaga o'tganimiz yaxshiroq deydigan savolga javob bu diversifikatsiya strategiyasi hisoblanadi. Qadrli do'stlar, bu mavzular to'g'ri murakkabroq,
Bu mavzular to'g'ri, aniq instrumentlar, hisob-kitoblar, ketma-ketlik ma'lumotlarga asoslangan, lekin yuqorida aytib o'tgandek, savdo har doim ham shunchaki motivatsiya bilan emas, balki aniq ratsional hisob-kitob, aniq ketma-ketliklar, aniq harakatlar algoritmi asosida boshqarilishi kerak va shundagina natija bo'ladi. Bu videoni kimdir tushunmagan bo'lsa, albatta qayta ko'rishingizni tavsiya qilaman. O'zingizlarni bilgan, tushungan narsalarni qayta yozinglar. Savollaringiz bo'lsa kommentariyada yozinglar va sizlarga vazifa bo'ladi o'z biznesingizni qaysi bosqichdaligini aniqlab, shunga mos strategiyani albatta mana shu kommentariy ostida yozishingizni so'rab qolgan bo'lardim. Ya'ni siz hozir qaysi bosqichdasiz biznesingiz va sizga Ansoff matritsasi bo'yicha qaysi strategiya to'g'ri kelar ekan, albatta izohlarda yozib qoldiring.